Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Bugungi brifingimiz tadbirkor ayollar kengashini tashkil etish to'g'risida. Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 13-mart kungi 103-son qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq quyidagi imkoniyatlarga ega tadbirkor ayollar platformasi 2025-yil 1-iyulgacha ishga tushiriladi. Ayol tadbirkorlarga xomashyo sotib olishga ko'maklashish, o'zaro kooperatsiya kengaytirish va mahsulotlarni sotish uchun bozor topish, zarur mutaxassislarni izlash va ishga qabul qilish, loyihalar doirasida yuzaga kelayotgan muammolarni aniqlash va ularga yechim topish. 2025-yil 1-maydan quyidagilarni nazarda tutuvchi hamkor tadbirkor dasturi yo'lga qo'yiladi. O'z biznesini tashkil etmoqchi bo'lgan xotin-qizlarga tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, kooperatsiya asosida xotin-qizlarning tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishga ko'maklash, mahalliy va xalqaro elektron platformalarda xotin-qizlarga o'z mahsulotlarini joylashtirish va sotishga ko'maklash. 2025-yil 1-avgustgacha ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash yo'nalishida moliyaviy xizmatlar ko'rsatish strategiyasi tasdiqlanadi. Yetakchi ishbilarmon ayollardan iborat tadbirkor ayollar kengashi tashkil etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.